Salam ekranlardagi qadrli do'stlar, Tarım Navoz programmasi orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Gulzoda. Şinjan Ko'nak fan texnik cheklik shirkati Ko'rgu media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajridorligidagi Tarım Navoz programmamizdagi bugungi alayli soniga taklif qilingan aziz mehmon Akbar Dani apandi. Akbar, programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Akbar, sizni shu programmani taklif qilishimizga asosiy sabab bo'lsa, siz izchil ommabop naqshlarni aytib kelyapsiz. Agarchi cho'ng bir sahnlardan sizni ko'rmagan bo'lsak-mu, ammo klublarda, masalan, to'rda faoliyatlarda sizni asosan uchirtimiz. Naqshlaringizni to'rda yaqinda bo'lib, naqshlarınız alayda yoshlarning yoqtirib anglashiga erishdi. Shu yuqum mezgilda hammamiz uyda g'ili bo'lgan vaqtlarimizda siz to'xtamay ilqi qilib o'zingiz naqshlaringiz bilan bizga huzur bag'ishlab keldingiz. Ondan keyin men naqshlaringizni alayda yaxshi ko'rib anglashimdagi bir sabab bo'lsa, sizning naqshingizni, sizning danqingizni anglashdan birinchi ovozingiz menga ta'sir ko'rsatdi. Ovozingiz shundoq yo'riq, shundoq yoritgan hamda bir gitarni qo'lingizga olib naqshni boshlasangiz bilan ovozingizda bir o'zgacha alaylik bor. Shunga shu ekranimiz orqali texnik ko'p do'stlar sizning naqshlaringizni, san'at asarlaringizni o'zirlansa degan maqsadni qilib, bugungi so'rinimizga taklif qildik. Xush keldiniz. Sizga rahmat, vaqt chiqarib kelganingizga xush bo'ldik. Rahmat. Aqsu Tarım Navoz programmamizniki Aqsu shahar yo'l qo'yilganligidan men chin ko'nglimda xushalam bu programmaning bundan keyingi ishlarining texnik utuqliq, muvaffaqiyat bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Sizlarga o'xshash bizni qo'llaydigan do'stlarimizning bo'lganligidan shunday suyunimiz. Endi shunday bir kichik sahnalar orqali atrofimizda nurg'un san'atchilik ortiqchilik va yoshlar bor-ku. Siz shularning birisi, endi izchil o'zingizning san'at asarlarini xalq sunish orqali bizga ham, xalq atrofimizga kishilarga zo'q ato qilyapsiz. Shu suhbat programmamiz orqali sizni sahnaga taklif qilishimizdan nurg'un kishilar sizni yaxshi ko'rdi. Ay, nima qilgandi? Ishdan sirtqi naqshchimidi? Ajab ovozi yaxshi ekan, yana qanday ijodiy asarlari bormidi deb bunday qiz qilganlarni ko'p. Chonamash programmamiz orqali ham ko'p do'stlar sizni tushunsa deb o'ylayman. Sizlarniki Aqsuda bir klub bor-ku? Melodiya qahvaxonasida bizniki naq maydon muzika chaldigan. Biz shu 2006-2007 yildan tortib birga muzika chalayotgan bir necha hamkorlashib muzika chalgan do'stlarimizla hamkorlashib qilgan bir klub bor. Melodiya. Sizlarning melodiyada yana shu bir turkum yosh bolalar bor sizlar. Hammalar qanday bo'lib ajaq soda faoliyatlarida sizlarni uchratdim, bek moslashgan hammalarchu. Shunga bir hamda shunday yoshlarni yig'ib, o'zingiz bir klub qilib, undan boshqa turli faoliyatlarga qatnashib, hamda o'zingizlarning san'at jihatdagi ortiqchiliklarni shunday yaxshi joriy qildirib kelyapsizlar. Sizniki naqshlaringizni ko'pincha ommabop naqshlar. Cho'nglarni yaxshi ko'radigan, yoshlarni yaxshi ko'radigan ommabop naqshlarni ko'proq aytasiz. Mush ommabop naqshlarni tanlashingizda yoki ommabop naqshlarni aytishingizda bir sabab bormi? Bu ommabop naqshlarni biz alqa kichigimizda kichik vaqtlarni tab naqshimizga omroq olganku oilada bek jiq anglaydi. Opamni bek yaxshi ko'rib anglag'ashqa kun naqsh muzikaning orasidan to'liqimizga qanqinimizni sinib ketgachga keyin cho'ng o'zimiz muzika qilib yo'q qilish jarayonida shu ommabop 80-yillarning 90-yillarning naqshlarini yangi qayta akkordlashtirib degandek o'zimiz yaxshi ko'rgachga shu qayta aytib kelyapman. Uning ovoz alohidligimmi? Shunda ommabop naqshligiga men model shuni demoqchi edim. Sizning ovozingiz shunday yorqinlik yo'riqchi, shunga shu ommabop naqshlarni aytishga bek mos keldi deb o'ylab aytayotganligimni deb qarayman. Nurg'un naqshlarning, masalan, boshqa naqshchilar aytgan naqshlarni o'zingizning ovoziga moslashtirib yoki muzikasi azrab o'zgartirilgan yo o'rindash bir o'zgartirishlar bor. Shunday yengillik tuyg'usi berib o'rindaysiz. Men mush tarafdagi alaylikni bayqab qoldim naqshlaringizni anglash jihatda. Endi nima uchun gerçi ijodiyat bilan shug'ullanmasangizmi, mush xalq ichida izchil xalq yaxshi ko'rib anglayotgan naqshlarning o'zingizning uslubida, mushda yangicha bir tus bilan aytishingizga turtga ilhom bo'layotgan sabab nima? Men shu odat naqshni asosan aytgan naqshlarimni o'zim pek yaxshi ko'rgan naqshlarimni aytmoqchi. Demak, o'zingiz eng yaxshi ko'rsiz. Kirib ichib kirib vujudimga ayta olgan naqshni. Men sahnada ko'rgandim, aslida bütün vücudumuzdan etkisiz naqshni, şunu pastda o'tirgan hammamiz şöyle naqshingizga, ovozingizga bir mahliya bulup anlaymiz. Men mashina o'yladim. O'zingiz yaxshi ko'rgan naqshlarni aytqachqa, o'zingiz chin qalbingizda nesi tuyg'ularingizni shu naqshga qo'shib naqshlar ishga kiradigan vaqtda aningizam shu naqshlarimni taqdim bo'lmasa, alqa o'zim toza bunday hissiyot beradigan naqshlarni jiq aytib ketmayman. Tushundim. Haqiqatan ovozingizni shunday yorqin ham yo'riqchi odamga
naqshini shundoq aytishga boshlagandiki, bu naqshiningki ovozi, siz aytgan ovoz shu adamning yuragini titrtidi. Men endi shaxsan naqshlaringizni shundoq yoqtirib anglayman. Unda bo'lsa, Akbar sizninkimi shu naqsh o'rinlashini, amibab naqshlarni o'rinlashayotki, alayligingizni yoshlarni biladi, uniki yoshlarni naqshlaringizni yoqtirib anglaydi. Akbar qachon bizniki bugungi programmamizni qurib qo'yganmidingiz? Naqshlaringizni o'zingiz yaxshi ko'rgan naqshlarni bir qancha ep keldingiz deb o'ylayman. Unda bo'lsa, shu ep kelgan naqshlaringizni ekrandalik do'stlar bilan birga anglab boqqandik. Bo'ldi. Qaysi naqshlarni ep kelgansiz? Men bugun Tarim Navosi programmamizga o'zim yaxshi ko'rgan naqshlardan Mayin Shamol degan naqsham bilan Yarim sen degan. Rahmat. Bo'ldi. Unda bo'lsa, do'stlarimiz birlikda Akbarniki naqshlarni anglab o'taylik. Kalbim ona tenkeş bulup eslitidir şu günlerini. Kalbim ona tenkeş bulup eslitidir şu günlerini. Dili güzel eslitidir şu günlerini. Süzüyesen dili güzel eslitidir şu günlerini.
Sözü eser, dili güzel, asli tudur şu günleni. Sözü eser, dili güzel, asli tudur şu günleni. Asli tudur şu günleni, asli tudur şu günleni. Yarım sen nigarım sen, boynumda tumarım sen. Akşam keçelerde yandırgan çırağım sen. Yarım sen nigarım sen, boynumda tumarım sen. Akşam keçelerde yandırgan çırağım sen. Seni süyermen, seni her gün kütermen. Vay şartlarınga künermen, seni mengü süyermen. Seni süyermen, seni her gün kütermen. Vay şartlarınga künermen, seni unut almazman. Men dünyaya bakmadım, dünya bana bakmadı. Tünler hemrayım beni, bəxt gülüb bakmadı. Men dünyaya bakmadım, dünya bana bakmadı. Tünler hemrayım beni, bəxt gülüb bakmadı. Azapta küter gözüm yolunda. Ne cara biçanemge kütülgününü görmeyi. Ördünü ben azapta küter gözüm yolunda. Ne cara biçanemge kütülgününü görmeyi. Azapta küter gözüm yolunda. Vay ne cara biçanemge kütülgününü görmeyi. Ördünü ben azapta küter gözüm yolunda. Vay ne cara biçanemge kütülgününü görmeyi. Kütülgününü görmeyi.
Naqşınızı anlap ötdük, hakikaten avazınızga gep ketmeydi, iş qilib bir kişilik avazınız var Ekber sizde. Avazınız texmo şundaq bir avaz tusi. Bir naqşıga nisbatan avaz bek muhim. Muşu avazınız qeyrigi siz bilan birga bolsun. Rahmat. Dostlarımın naqşınızdan anlap bek hoş boldu. Muşu sanat kasbida sizdan bundan keyin bir ijodiyat bilan shug'ullansam yoki naqshlar, boshqa bir uslubni naqsh etib baqsam degan planingiz bormi? Ben ilgili ijodiyat qilib boqmay, shu burunqi naqshlarni qayta akkordlashtirib yoki do'stlarimninki qilib ijodiyatlarini o'rlab kelgan o'zim ijodiyat qilib boqmagandim. Buningdiki men o'zimning hissiyotini qo'shib bir ijodiyat qilib beqish xiyolim bor. Sizga rahmat. Shu aldirash vaqtlarini vaqt chiqarib bizning programmamizga qatnashib berdingiz. Buningdiki kasbiy hayotingizga zo'r tilaklarni tilaymiz. İşleriniz ham yaxshi bo'lsin. Ovozingiz datganmisin. Rahmat. Şinjan Könök Fen Texnik Çeklik Şirketi Körgü Medyası tarqatqan Şinjan Saray Yemek İçmek Mülazimet Çeklik Şirketi tajdorligidagi Tarım Navaz programımızın bu sanımı vaqt münasibati bilan oxirlash oldi turibdi. Oxirisida ekran oldidagi barliq do'stlarga samimiy tilaklarimizni yo'llaymiz. Shuning bilan birga san'at sohasida izchil izlanayotgan, ijodiyat bilan shug'ullanayotgan do'stlarning san'at hayotiga zo'r tilaklarni qutuqlan tilaymiz. Tilak bilan ko'rishaylik. Xayr xo'sh.